4 sotiklik hovlimiz 80 ming deydi. 80 ming qimmat. Buni narxini ancha pastga tushirdik. Narxlarni pastga tushirib tashladik. Hozir sizlarga ichlarini, hovlilarini ko'rsatib chiqamiz. Keyin narxini qanchalik pastga tushirganimizni oxirida yozib qo'yamiz. Tashqari ko'rinishi mana. Ko'chalarimiz asfalt. Ko'chalar asfalt zo'r. Yangi O'zbekiston bog'idan 6 kilometr uzoqlikda Yusupov degan joyda joylashgan. Bu joylar Toshkent 2 hududi. Hozir men sizlarga hovlilarini, ichkaridagi yana mana bu yerda 5 ta xona remont qilingan, yana 3 ta xonasi bor. Hammasini ko'rsatib chiqaman. Ichlari zo'r remont qilingan. Narxlari anchagina pastga tushgan. Shunda ko'chadan hovliga kiraverishimizni ko'rib turibsizlar, mana kattagina joy bor. Shunda kirganimizda mana bitta eshik turibdi. Bu kotelni, salqinligini ko'ryapsizlarmi bu yerda? Kotelni uyi isitish tizimi. Uyimiz kattagina. Ichidagi hamma xonalarini yangi remont qilingan, hamma xonalarning holatini, rasmlarini qo'yib qo'yamiz, ko'rasizlar. Mana bu orqa tarafda 3 ta xona bor, hozir uni ham ko'rsataman. Mana solingan 3 ta xonamiz, anchagina salqingina. Bu tarafda ham kattagina joyi bor. Bu tarafdan ko'rinishi. Solib qo'yilgan 3 ta xonamiz ichkari ko'rinishi salqin. Mana bitta, ikkita, 3 ta xona kattagina solingan. Bilasizlar, xomg'ishdan solinsa salqin bo'ladi, lombozlari bilan turibdi tayyorgina. 2 ta oilaga mo'ljallangan. Mana bu yerda o'zi kattagina, rasmlarini qo'yib chiqamiz, ko'rasizlar. Sharoit zo'r. Hamma sharoiti bor. Gaz, svet, suv. Eslatib o'taman. Yangi O'zbekiston bog'idan 6 kilometr uzoqlikda. Hovlimizda podval qismi ham bor. Podval anchagina salqin, kattagina, mana ko'rishingiz mumkin. Kladovka, polkalar qilib qo'yasizlar.